Piza bilimda o'quvchilar tanlovida ishtirok etish uchun kundalik.comdan e-maktabdan o'zini login paroliga kiramiz va u yerdan kirganimizdan keyin bilimdon o'quvchilar подготовка so'z degani BSV va CSVga tayyorgarlik bo'limi yoki bilimdon o'quvchilar bo'limini tanlaymiz. U yerda shu oyna ochiladi va bizaga Piza bo'yicha bilimdon o'quvchilar tanlovi degan oynani bosamiz va boshlaymiz. Boshlagandan keyin bu oyna ochiladi. Bu oyna ochilgandan keyin boshlash tugmasini bossak, bizga test beradi vaqt bilan. Shu vaqt oralig'ida biza berilgan hamma testlarga to'liq javob berishimiz kerak. Har bitta testda javob belgilanganligini aniq tekshirib chiqishimiz kerak. Bitta savolga javob ham belgilanmay qolsa, bu qabul qilmaydi. Va oxirida tugatish bossak, bizaga nechta savolga to'g'ri javob berdik, nechtasiga noto'g'ri javob berdik, shuni ko'rsatadi.